Yurak urar jiz. Boshqa aytmoq qo'shiqdi. Nima xizmat? Xullas erim. Stop. Bilaman, eringizni ishlari o'xshamayapti. O'shani o'qitgani kelgan, shunaqami? Qaydan bildingiz? Boya telefonda gaplashdik-ku. Mash suvdan cho'rasiz. Shuni ichsam erim ishlari yaxshi bo'lib ketadimi? Yo'q, chanqaganda siz deb berdim. Mayli. Eringizni o'qib berishim uchun menga eringizning kamari kerak. Remeni belga bog'laydigan narsa bilasizmi? Remenim qani topolmayapman-ku. Uy tozalaganimda plissos yutib yuborgandir-da. Aya, hozir ofisda edim, o'zim telefon qo'yaraman. Aytasizmi nima kelganingizni? O'tgan safar o'zingiz bilib olgandingiz-ku. Bu safar telefonda gaplashmadik-ku. Xullas erimdan shubhalanyapman. Qo'shnim deyli-ya, erimga suzilib yuribdi. Shuni to'g'rilab bering. Odamlari! Ha, dada chaqirdingizmi? Ya, sizlarga emas, ishlan qilaveringlar. Buning uchun menga xuddi shu qo'shningizni 2 yil kiygan naskis kerak bo'ladi. Oq bo'lsin. Dada, siz kulib kelyapsiz? Qo'shniga o'rishibdi. Nima shu kulgilimi? Endi pullarni emas, naskilarni ko'tarib ketibdi-da. Siz tashvishingiz tugamasganda, yana nima xizmat? Menga erim qimmat brilliant olib berishini xohlayman. Shunga nimadir qilib bering. Menga eringizni soqoldan bir tola kerak. Soqolni qanday olib kelaman? Taqinchoq kerakmi? Dada, soqolingizni qachon olasiz? Senga xalaqit qilyaptimi hozir shu? O'sib ketibdi-da. Olmayman. Olmasangiz olmang. Erim menga qimmat brilliant olib berishini xohlagandim. Arzon mushteri olib kelib beribdi. Shunda o'qiganingiz ta'sir qilmadimi? Bo'lishi mumkin. Aniq bir tola soqolidan olib keluvmidingiz? Shunga loyiq joyidan olgan ekansiz-da, bir tola. So'nggi tola bizni bog'lab